Yaxshi. Bugungi kun ajoyib o'tmoqda adashmasam. Chunki mana buni qaranglar, bolalar mana bu yerga qanaqadir tuproq kelib qolgan. Kimdir tashlab ketganmi bu tuproqni, hali bu tuproqni tozalashimiz kerak. Lekin menda lopata yo'q. What the hell bolalar? Nimada bel kurak yo'q, uzr so'rayman bolalar. Xo'p, shuning uchun biz hozir temir olishimiz kerak va o'sha yasashimiz kerak. Xo'p, undan oldin barchaga salom do'stlar. Meni ismim Jimmy va meni yangi video roligimga xush kelibsizlar. Bolalar, sizlarga juda katta rahmat bolalar, qizlar, sababi bolalar bizning YouTube kanalimizda 2000 tadan ziyod obunachi bo'ldi. Vobshe men juda ham xursandman. Hozir qanday qilib rahmat deyishni bilmayman bolalar, qanday qilib o'zim vobshe xursandligimdan bilmadim. Yanada videolar olgim kelyapti, yanada sizlarga xursand qilgim kelyapti va mana bu tuproq, to'la bu uy ekan va qanaqadir odam o'tiribdi. Xo'p bolalar, keyinroq uni ko'ramiz. Hozir bolalar juda ham chanqagandim va hop undan oldin bitta qo'ldan yuvib olamiz. Bu yaxshi. Bitta o'zimga bir mana bu yerdanmi dush bo'lmasam bo'lmaydi bolalar. Mana shu yerlardanmi dushcha tursa, mana shu yerdan bunday qilib quraman va shunday bo'lsa juda ham ajoyib bo'lardi. Chunki bu ariq deydilarmi, bu yerda bo'lmaydi-da bolalar vobshe. Hop, mayli. Voh, juda ham ajoyib kun bo'layapti. Yaxshi. Vah. Uzr so'rayman bolalar, sal chanqagandim. Real hayotda ham. Okay. Xo'p bolalar, bundan so'rashimiz kerak, nimaga bu yerga o'tirib turmadim? Bu sabzilarim yo'q jotga. Juda ham g'alati. Hop, birinchi kunlarni tez olamiz bolalar va keyin so'raymiz. Aniq shu odam olgan, chunki juda ham kambag'al va juda ham ahvoli chattoq bo'lib turibdi va mana sabzilarni olgan. To'g'rirog'i meniki emas. To'g'risini aytsam bu merdiki, lekin baribir ham juda ham yomon. Juda yomon. Xo'p, mayli. Lomon quramiz, okey. Xo'p. Okey, bular zammas. Xo'p, bolalar, o'zi sizlardan so'rasa, yaxshimisizlar bolalar, tuzumsizlar? Mendan so'rasanglar bolalar, hammasi shikala, chik-chiki, baba, chotki hammasi. Mayli, nima ham derdik? Xo'p, bularni tez buzamiz. Tezda buzib, okey, bularni ham yaxshi qilamiz. Tez buni qaytib quramiz. Qaytib ekamiz demoqchi edim. Xo'p. Hurmatli janob, yaxshimisiz? Salom, sizlar kimsizlar? Mana shu yerda yashayman va siz bu yerga uy qurib olib, juda ham xato ish qilgansiz. Chunki bu yer juda ham xunuk va juda ham yomon hid kelyapti sizdan. Uzr lekin. Voy, o'zi asli men uzr so'rashim kerak. Nimalar deyapman? Axir yomon odam emas-ku men. Uzr sizdan ham, lekin bilmadim-ku, siz meni sabzimni olgansiz, to'g'rimi, polzimdagi? To'g'risini aytsam, yo'q, olganim yo'q. Bu yerdagi sabzilarchi? Olgandim. Bemalol aytavering. Men baribir ham sizga urushmayman, chunki men unchalik yomon odam emasman. Balkim sizga to'xtanglar bolalar, hozir merga bularni barchasini bergandan ko'ra bir ikkita non qilib berganim yaxshi mana bu odamga. Bolalar, to'g'ri ish qilyapmanmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar, chunki bilmadim. Mer nimaga unday qilding desa, endi bilmadim. Xo'p bolalar, o'zim ichadigan butilkadan beraman bolalar, chunki har qalay mana bu kerak emas butilka va janob mana olishingiz mumkin va ikkita non mana maza qilib yeyishingiz mumkin. Juda katta rahmat. Xohlasangiz siz mer bilan gaplashib, bizni qishlog'imizdan ro'yxatdan o'ting va sizga qo'ldan kelgancha yordam berib uy qurib berishimiz mumkin. Ana yerdagi kichkina uylar kabi. Rostdanmi? Juda ham zo'r bo'lardi. Hech qaysi qishloq meni sig'dirmayapti. Bo'lmasa to'xtab turing. Men hozir mer bilan gaplashib kelaman va merni xohlasangiz olingizga olib kelaman, xohlasangiz siz borasiz. Men o'zim boraman, merda ovora qilish shart emas. Mayli, bo'lmasa hozir mer bilan gaplashib kelay. Ungacha siz mana shu yerda o'tiring, juda ham ahvolingiz chattoq va mana bularni siz nima desam bo'ladi? Qo'llarni artish kerak hali. Juda ham yomon bo'libdi lekin. Xo'p, mayli, bolam qaranglar, juda yomon ahvolda qolibdi. Men unga yordam berishim kerak bolalar, chunki axir meni ismim Jimmy va men yordam berishim kerak. Voy, taqalat kirmadim-da. Mer kirsam bo'ladimi? Kira bo'ldingki, Jimmy. Mer yaxshimisiz? Men bu narsalarni olib kelganman har doimgidek ertalabki va mer sizga bitta gapim bor edi. Nima? Ish kerakmi? Yo'q, ish kerak emas menga. Nimaga? O'zim pullarim normalniy hozircha. Qisqasi, hozir mana bu yerda qanaqadir qishloqqa kelgan va tuproqdan uy qurib olgan va juda ham yomon hid kelyapti. Bo'lmasa haydab yubor. Yo'q, haydab yuborish emas. Meni fikrimcha o'sha qishloqni o'zimizni ro'yxatga olsak degandim. Nima deysiz?
Bilmadim, lekin pul yo'qlarni ro'yxatdan olish yaxshi emas-da. Bizni qishloqqa zarar bo'ladi. Qanday qilib zarar bo'ladi? Axir ishchi kuchi sal qarib qolgan-u, lekin mana bu bironta polizlarga qarab berishi mumkin arzon narxlarda yoki siz unga uy berasiz va siz o'sha uyni evaziga sizga ishlab beradi. Xohlasangiz 3-4 yil, bilmadim yana qancha. Bilmadim, o'ylab ko'rishim kerak. Bilasan, mana bo'sh joylar yo'q bizda qishloqda. To'g'ri, lekin uy qurib bersak degandim. Har qalay mana yana bitta uy qo'shilardi qishloqda. Qishlog'imiz sal kengroq bo'lardi. Bilmadim. Jimmy, sen judayam ko'p yaxshilik qilasan, judayam yaxshi bo'lasan, lekin bunchalik yaxshilik qilish kerak emas-da. Chunki bu odamni bilmadim, hozir yordam bersakmi, bermasakmi. Voy, mer to'g'risi men hozir juda ikkilanyapman. Yo'q, вообще-то men ikkilanganim yo'q, siz ikkilanyapsiz. Chunki men sizga aytayapman yordam beraylik deb, chunki sizda juda ham ko'proq pullar bor. To'g'ri, menda ko'p pul bor, lekin sen nima uchun yig'ib qo'yayotganimni bilmaysan-ku. Siz bunchalik ko'p pulni nimaga yig'asiz? Ayting bo'lmasa. Qisqasi, men qishloqda judayam zo'r qilmoqchiman. Nima desam bo'ladi? Yangi zamonaviy qishloq qilmoqchiman. Mayli, yaxshi, juda ham ajoyib, lekin hozir mer boyagi qishloqini olmasak bo'lmaydi. Qishlog'imizga ro'yxatdan o'tkazing va hozir men qishloqlarga aytaman, qishloqlar bilan pul tashashib, siz ham ozgina pul tashlasangiz yomon bo'lmaydi, menimcha. Bilmadim. Nimaga bilmadim deyaverasiz? Qisqasi mana shu hujjatni oling, hozir olasiz. To'xtab turing, men hozir olib kelaman, xo'pmi? Yoki o'zi borasizmi? Men nima borishim kerak, men bo'lib turib. Juda kibr bo'lib ketibsiz, boki mer, mayli, o'zi bilasiz. Voh, вообще charchab qoldim juda ko'p gapirib. Xo'p, bolalar, hozir mana bu qishloqni olamiz va hozir merdoliga olib boramiz. Qani nima gap deydi, nima so'z deydi va men hozir qishloqlarni chaqiraman va mana shu pul yig'amiz, pul tashashamiz va uy qurib beramiz. Bu qishloqqa juda ham yomon ahvolda ekan bolalar, qaranglar. Maksimalniy yordam berishga harakat qilaman. Xo'p, bo'lmasa hozir qishloqlarni chaqirishdan oldin mana bu qishloqni oldiga boramiz. Qishloqqa Sani isming nimaligini bilmadimmi? Hamma Minecraftdagi hamma shunaqa burni kattalarni men qishloqqa deyman. Uzr, burni katta deganim uchun. Mayli, o'rganib qolganman. Qisqasi qishloqqa sani hozir merdoliga borishing kerak ekan. Bilaman. Qani ketding? Lekin bu ust-boshda borish juda ham yomon. Mer balkim olmasligi mumkin. Shuning uchun sani soqqonlaringni olamiz va mana bu tozalaymiz soqqonlaringni va mana bu ust-boshingni almashtiramiz, okey? Oddiy qishloqlar bo'lasan. Mayli. Mayli. Bo'lmasa yur ketdik. Qisqasi qishloqlar, sizlarga juda katta rahmat. Bu yangi kelgan qishloqqa yordam berganinglar uchun men bu uchun ham, sizlar uchun ham juda ham xursandman. Mayli, Jimmy. Bo'lmasa, davay uyni qurishni boshlaylik. Mayli, nechta izminut bo'libdi, xo'p. 2,5 stak bo'libdi. Ajoyib bo'ldi, bemalol. Hozir lekin bundan oldin bizda instrumentlar va mana bu materiallarni zakaz qilishimiz kerak, bilasizlarmi, qishloqlar? Albatta bilamiz. Xo'p, qishloqqa sen juda ham xursandmisan? Voy, judayam katta rahmat. Mana nihoyat uyli va do'stlik bo'ldim. Ajoyib. Mana endi biz do'stlaringmiz. Men ham mana oldi sani ro'yxatga. Xo'p, qisqasi bolalar, hozir men bu qishloqni tanimayotgan bo'lsanglar, bolalar, bu mana qishloqning soqqonlarini olgan bizda va Sen g'alati bo'lyapman, Jimmy. Nimaga o'zing gapiryapsan? Yo'q, o'zim emas. Men obunachilarimga gapiryapman. Obunachilarim juda ham ajoyib. Ular ham senga yordam berishlari mumkin, juda ham zo'r uy qurib. Bilmadim. Mayli, qisqasi. Mana bolalar, mana bu bir yaralarini, qo'llarini olganman va mana bu qo'llarini va yana kiyimini almashtirgan biz. Ajoyib. Mana bu qishloqlarday bo'lib qoldi. Ajoyib. Davay, Jimmy, tezroq ishni boshlaylik. Obunachilarim kutib qoldi. To'g'ri aytasan, bo'lmasa hozir zakaz qilaman narsalarni. Xo'p, bolalar, obunachilar mana ko'rishinglar mumkin. Hozir mana bularni hali buzishimiz kerak, bularni tozalash kerak va bu yerdan uy qurish kerak deyapman. Lekin qishloqlar, kel mana shu yerdan uy quraylik. Bu yer ochilib qolgan deyishyapti. Bilmadim, bolalar, qayerga uy quraylik? Sizlar kommentariyada yozib qoldiringlar va o'shani o'qib, qayerda uy qurishni o'ylab ko'ramiz. Xo'p, mayli bolalar, bugun sizlar bilan men yana Jimmy bo'ldim. Kelasi video rolikgacha ko'rishguncha xayr bolalar. Aytgancha bolalar, obuna bo'lib qo'yishingiz esingizdan chiqmasin va oxirgi paytlar mana bilasizlar, videolarim oxirida qanaqadir videolar chiqadi, o'sha videolarni ko'rishinglar maslahat beraman. Ya'ni mana bu yerlarda chiqadi. Mana shu yerda chiqishi aniq bo'ldi. Bolalar,
qizlar. Короче, bolalar bo'pti, sog' salomat bo'linglar. Xo'p, mayli, endi hozir men marketdan narsalarni zakaz qilishim kerak.